Qiynalgan oilalarga yordam ko'rsatish, uning issiq sovug'idan xabar olish azaldan xalqimizga xos bo'lgan fazilatlardan. Bugun hududlarda faoliyat olib borayotgan Inson ijtimoiy xizmatlar markazining ish boshlashi ortidan bu jarayon davlat darajasiga olib chiqildi. Namangandan xabar qilamiz. To'raqo'rg'on tumanining Turkiston mahallasida umr guzaronlik qilayotgan Muqaddas Ismoilova 10 yil avval xastalik sabab birinchi guruh nogironi bo'lib qoldi. Avval qo'llar, keyinchalik esa oyoqlari harakatdan to'xtadi. Hayotning kutilmagan zarbasi qattiq stressga tushirib qo'ydi ayolni. Sog'lom yurganman, jamiyatda qanday bo'lsa hamma qator men ham harakat qilganman. Keyin birdan qo'lim, oyog'im ishlamay qoldi. Lekin boshida juda tushkunlikka tushdim. Uyga kirib yig'lardim, hech kimga ko'rinish xohlamasdim. Keyin o'zimni tikladim. Bolalarim uchun yashashim kerak. Bolalarim meni deb tushkunlikka tushib, hayotimizdan chiqib ketmasin, nima qilayotganini tushunmay qolmasin. Dedimda bolalarim uchun kuch yig'dim o'zimga. 3 o'g'il bemor ayol farzandlarining oyoqqa turishi uchun ham o'zida kuch topdi. Katta va kichik o'g'il oilali, keyinchasi talaba. O'rtancha o'g'il Muqaddas opaning qo'l va oyoqlari, onasining yordamchisi. Imkoniyati cheklangan dardman mushtipariga qaragani uchun muayyan ishli bo'la olmadi. Biroq qaramog'ida nogiron onasi borligi sabab Inson ijtimoiy xizmatlar markazining To'raqo'rg'on tuman bo'limi tomonidan qarovchilik dalolatnomasi rasmiylashtirilib, unga ish staji yozilmoqda. Shuningdek, jajji nevarasiga bolalar nafaqasi ham tayinlangan. Oiladagi halovat, farovonlik baribir ayol kishiga bog'liq. Muqaddas opa gullarni yaxshi ko'radi. Qo'llar harakatga bo'ysunmasa-da, ko'makchisi orqali ularning parvarishida bosh qosh bo'ladi. Akmaljon o'g'lim, umri uzoq bo'lsin. Bu meni o'rtancha o'g'lim. Shu o'g'lim qaraydi. Alloh umrini uzoq qilsin. Hamma tomonimga, yurish-turishimga, o'tirishimga, ovqat yeyishimga, kiyimimni hatto kiyishimga shu bolam qaraydi. Inson ijtimoiy himoya markazining To'raqo'rg'on tuman bo'limi tomonidan ayolga qator xizmatlar ko'rsatildi. Maxsus aravacha, saxovat va ko'mak jamg'armasi tomonidan dori-darmon uchun ariza ham kiritildi. Kichkina o'g'ilning o'qishida amaliy yordam ko'rsatildi. Talabaning to'lov kontrakti Yoshlar ishlari agentligi bilan hamkorlikda to'lab berildi. Bu esa mazkur oila uchun anchayin ko'mak bo'ldi. Yil davomida 3900 dan oshiq fuqarolarimizga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatib, ijobiy hal etilgan bo'lsa, buni yo'nalishlar bo'yicha aytadigan bo'lsak, mana birgina nogironlik yo'nalishida 129 nafar nogironligi bo'lgan shaxslarga nogironlik aravachalari yetkazilib berildi. Ijtimoiy xodimlar tomonidan xonadonma-xonadon yurib, xizmatlar ko'rsatib kelinmoqda. 2024-yilda tumandagi 67 mahallalarda ijtimoiy himoyaga muhtoj, og'ir ijtimoiy vaziyatga tushgan oilalar bilan ish olib boruvchi 30 nafar ijtimoiy xodimlar ish faoliyati yo'lga qo'yildi. Tumanda 12 ta toifadagi ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar xatlovdan o'tkazildi va 19067 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar aniqlandi. Bu kabi g'amxo'rlik mamlakatimizda inson aziz ekanligi, alohida parvarishga muhtoj, ehtiyojmand aholi qatlami doimiy e'tiborda ekanligidan dalolat. Bu kun Hulkar Ismoilova, Namangan.